Assalomu alaykum hurmatli bog'bon akalar, fermer akalar va ko'l egalari. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mana bugun biz Sirdaryoni Yangiyer shahrida mana shu kanalimizga ikkita glubinniy nasos raketa o'rnatdik. Xudo xolasa 200 diametrda. O'rtalar qalay. Bunga o'xshash bashna qilib olib ketdik. Ikkita 200 talik, bitta 250 likka o'rnatilgan buni only montajini akam qildilar. O'zim boshqa joyda bo'lganligim uchun qalay, zo'rmi? Konteynerni turbadan bo'lgan, ikkita 200 ham, bu 250 lik pastga tushishi ham konteynerni turbadan. Pastga atvodlar qo'yib, bu tomonga 250 likda 1 kilometr 300 metrga xudo xolasa nasosimiz suv chiqaryapti. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. Sizlarga nasos suv chiqarishini ham ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz va narx-navolarni ham tanishtirib o'tamiz. Yana bir narsa, so'raganlarga buni tik balandligi o'rtoqlar 8 metr, 760, pasti 8 metr hisoblangan. Mana shu atvodlar turgan yeridan. Xo'p, xorilarni oldik, mana shularni 145 mingdan oldik, 1 metrini. Mana shu ikki tomoniga stoyka qilib, pastga 2,5 metrga kovlatib, ko'mdirib, rambubka qildirib, shu holatga olib kelindi. 200 lik turbalarni 95 ming so'mdan oldim, konteynerni turbani va mana buni to'g'risi qanchadan olganimda 250 talikda aniq esimda emas. Xolasa atvodlarni oldim, 750 ming, 800 mingga oldim atvodni 250 likda. O tepadagilarni 450 mingdan oldim, tepadagi bir dona atvodni. Xudo xolasa nasos chotki xizmat qilyapti. Hozir yurgizdik, 2 soat bo'ldi yurgizilganiga. Bu yerga adapterlar ham qo'ydik, 250 talik, flyenslar bilan chotkilab qotirib, xudo xolasa endi ketdik. Hop, bundan bu yog'ini tushuntirib ketaveramiz. Hop. Mikrofonim yo'q, ovozim sal shirillasa nima qilmaysizlar. Mikrofon uyda qolib ketibdi, jicha. Nima bo'lib? Hop, 250 trubalar 1 metrini 185 ming so'mdan olingan. Mana shuni 1 metrini 1 kilometr 300. 1-1-2 qalinlikda trubalarimiz. Xudo xolasa mana hozir montajini qilib yakuniga yetdik. Suv chiqishini ham hozir borib sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Xo'p, atrofni ko'ryapsizlar. Mana shu joy Sardor akaga qarashli, atrofda polniy joylar. Suv chiqishiga qarab ketdik. Hop, xudo xolasa bu ishimizga nasib bo'lsa ancha vaqt bo'ldi. Ya'ni 2,5 oy bo'ldi. Pashti 3 oyga yaqin atrofida bitti bu ishimiz. Yomg'ir, qor, texnik nosozliklar, direkt narsa yetishmovchilik sabab. Mana ko'ryapsizlar. Choklari ham xudo xolasa ideal darajada. Turbalarimiz ham davleniyaga bardoshli. Hozir agar davleniyani dachib qo'yadigan bo'lsak, bu yerda kami 10 atmosferadan yuqoriroq davleniya bor. Xo'p. O, shotdi bor-ku mana shu. Haligi bashna. Buni nima deb atayman? Kommentariyaga yozib ketinglar. Hali nomini kiritganimiz yo'q. Innovatsiya qilib, fizika qonuniga asoslanib ishimizni xudo xolasa boshlaganmiz. Xo'p, mana shu joygacha 300 metr, 350 metr, mana shu nimagacha 350 metr. Xudo xolasa 350 metr. Hozir chiqib tepasini ham ko'rsataman. Hurmatli akalar va opalar, mana ko'pchilik aytar telefoniga javob bermaysan deb, mana shunaqa joyda mehnat bo'lyapti. Mana ana shu nimamiz mana shu joyga to'g'ri keladi. Mana turgan turbamiz. Mana shu oraliq menidagi visok kabellar nima bo'lganligi uchun, to'g'ri kelib qolganligi uchun bu dambamiz mana bu yer 6,5 metr qilib damba qilib, shu 1 kilometr 300 joydan ko'tarilib kelingan. Ana shu tomondan. Xudo xolasa akamiz bularni ko'mib oxirigacha yetadilar. 250 diametrda 1 kilometr 300 turbani o'zi 240 nech million ham atrofida bo'ldi. Xudo xolasa 240 nech million ham 45 million atrofida bo'ldi turbalar. Nasos hammasi hisobida 350-360 million
so'm atrofida bo'ldi. Bitta proyektimiz mana o'rtoqlar. Mana shu joyga 30 million so'm xizmat oldik. Mana shu 1 kilometr 300 ni ulab, nasoslarni tushirib, polni suvni chiqarib berishimiz. Mana men o'zim shu dambani ustida turibman. Ko'ryapsizlar. 5 metrdan oshiq 560 bor. O, aşağıdan kelyapti. Maylar kovlab olingan endi. Voy. Suvga ketdik, suv chiqishini ko'ramiz. Xudo xolasa imkoniyat darajada choklari ham yaxshi. Mana bu joyda nima bor? Воздушный klapan bor. Xudo xolasa bu yerga воздушный klapan qo'yilgan. Ko'rib turibsizlar. Bu воздушный klapanimiz o'chganda onasini yemsin. Mana akalar, suv hali ham ketyapti. Meni uryapti deydi o'shanda. Suv hali ham ketyapti trubada. Inshaalloh buni ko'mish kerak ustini. Akalarimiz ko'mishsa yaxshi bo'lardi. Hozir yaxshilab tushunchasini berib ketaman. Ko'mmasa ertaga o'zlariga muammo ko'payishi mumkin. Uklonini ham nivellerda shu yiplarni tortib olib, uklonini olishgan. 1,5 metr atrofida. Ya'ni suv ga uklon bor. Mana shu 1 kilometr 300 oralig'ida. Bu yerga turbalarni ham, nasoslarni ham hamma narsani o'zimiz olib kelib berganmiz. Sizlardan iltimos, keyingi ishlarimizda aynaqa proyektlarga qanaqa nasos o'rnatishimizdan qat'iy nazar borganimizda ujin obed, уже завтракgacha bizga kunlarini. Chunki ko'pchilik musulmonmiz, o'qib berishadi. Xo'p, ba'zi bir joylarga boryapman. To'g'risi gap, ujin obed, hattoki yotoq joy ham yo'q. Mashinada yotgan kunlarim ham bo'lyapti. Sovuqda vodiydan kelgansiz musofir bo'lib. Lekin badida o'sha yerdan mutaxassis sifatida iltimos chaqirishgan, lekin ish jarayonida o'zgarib qolishyapti. Mana xudo xolasa, o dambalarni ham ko'rdilaring. Xudo xolasa, o bitta chiqib turgan yer suvdiki. Ana masjidda ko'llar bor. Bo'lingan, ko'p yeri sholi ham bo'ladi. Asosiysi bu qur sholiga ketyapti. Ya'ni sholiga o'rnatilyapti. Xudo xolasa. Ana bir 20 gektar 30 gektar sholi ekaman deyapti-da. Xudo xolasa Allohim barakasini bersin. Sholab qilyapti. Bundan bag'i uklon tezlashib ketgan pastga qarab. Mana shu joyda, mana shu turgan yerimizdan, o ash ko'targan xorimiz mana ko'rib turibsizlar. O ash ko'targan xorimiz mana. Yaqinlashtirib ham ko'rsatib qo'yay. Mana. Telefonim ja zo'r emas. Ash xorimiz mana shu joy bilan pashti bir xil. Mana shu turgan yerimiz bilan. Primerni mana shu joygacha 650 metr atrofida bor. Mana shu joy bilan urveni bir xil. Gidrourvenga olingan. Hop. 1 kilometr 300 joyga endi suv chiqishini ham xudo xolasa ko'rsatib o'tishga harakat qilaveramiz. Prosta akalar zerikib nima qilmaysizlar? Mana shu joylarda ko'pchilik to'liq olmaysan degani uchun men polni to'liq olishga qaror qildim. Bu videoni mana turbalari o'zi ko'miladi mashinadan bag'i. Hop. Ko'ryapsizlar. Xudo xolasa yaratgan egamga behisob shukr. Mana suv chiqyapti, ko'ryapsizlar. Shov etib suv tushyapti. Ha, bu zo'r degani. Kamerani qayerga o'rnatganikilar? Mana shu kameradan ko'rdilar-da, mana shu chiqib turgan suvni.
Xudo xolasa o'sha yerga yetib keldik. Shu. Vagonimiz qayda? Vagonimiz bu tomonda. Yashaydigan joyimiz bu tomonda. Xudo xolasa suv ketyapti. Hop. Mana dambani uzoqligini ko'ryapsizlar. Uklon, bu tomonga uklon bo'lib kelgan. Xudo xolasa bu yerga 75 kilovat o'rnatadigandik. Xohlasalar 44 kilovat bilan, xohlasalar 22 kilovat bilan ikkalasi ham ishlayveradi. Nasosimiz. Hozir ikkitasi yurib turibdi. Bitta yurgizadilar, xudo xolasa. Bitta yurgizaman deganlar. Ana. Voy. Mo'jalam bizda nasosdan tushmayapti. Sababi bizda nasosdan tushgancha neriroqda. Hop. Mana ko'llar, akalar, yangi ko'llar. Suv tushyapti hozir. Dambani ustidan tushib oldim. Mana. Dambani ustidan tushib oldim. Bag'i bepoyon yerlarda ko'ryapsizlar. Umuman nima bo'lmagan. Hop. Hozir bekitib qo'yishibdi meni mo'jalim bittani. Yo, bekitib qo'yishgan. Bu birinchisini bekitib qo'yishibdi. Chunki bu yerga suv kerak emas. Bu yerga qandaydir salarishni nasos ishlayaptimi, nimadir ishlayapti, xullas mana edi. Bu chiqib turganiga. Xullas 250 talik. Ana shu yerga olib kelganmiz. O kichkinagina suv oqayapti ekan edi, ana katta suv yo'q ekan. 220 lik tushiryapti ekan. Faqat setka qo'yib qo'yilgan ekan. Xo'p. Turba mash holatda keldi. Ana ko'mib. Asta sekinlik bilan bu tomonga tushib orada bunga o'xshash troyniklar ham qo'yilgan. Mana akalar, mana troynik qo'yilgan bu yerga. Mana ko'rib turibsizlar. Troynik o'rnatilgan va bu tomonga ko'limizga suv chiqishi uchun. Xo'p, hozir bitta zatvorni ochib ko'raman. Bu birinchisi. Yo Alloh, yo Karim. O. Вообще. Buni bekit. Endi bekitish kerak akalar. Ya Allah, ana. Bo'ldi. Ayyo. Ana suv tushyapti. O'zbeklar qoladi. 250 lik zatvorlar qo'yilgan. Xo'p, 1.300.000 dan troynikni oldik. Adapterini o'zini 500.000 ga, flanslarini 250.000 dan 1.200.000 so'mga zatvorini oldik. Narxini ham aytib o'tib ketaylik shu joyida. Xo'p. Xudo xolasa mana bu yerda suvlar. Bu birinchisi ochiladigan yer. Har bitta ko'lga alohida tushadi. Xullas o'rtalar birinchi mana ustidan keladiganida keyin uni pastga olib borishdi. Hozir o'sha joydan mana shu tomongacha pastda 3,5 metr klon paydo bo'lyapti. 3,5 metr klon. Mana baliq ko'llar. Leylaklar uchib yuribdi, shuvuldab. Qayga tushyapti ekan bizning nasos. Aytkizib. Shunaqa zo'r kameralari bor ekan. Shoxdan turib, mana shu yerda ham taniq olish qobiliyatiga ega ekan kamera. Mana suvni ko'ryapsizlar, ajrab turibdi. Ya'ni biz tushgan suv. Bizga tushirilgan suv ajrab turibdi. Xudo xolasa. ChatGPT degan narsa bor, bilasizlarmi? ChatGPTni alda olmaymiz deyaptilar. ChatGPT bunaqa liniya qilib bera olmaydi-yu. Ishlab bera olmaydi. ChatGPT maslahat beradi xolos. Ana.
ChatGPT'ni ham gapirib o'tib ketishdi orada. Sun'iy intellekt. Bizga ham kirib keldi sun'iy intellekt, akalar, bizning sohamizga ham. Yozyapti. Biz to'g'ladi bilmaydi-da ChatGPT kashaligini. Xo'p. Birinchisi bu yerga tushib turgan bo'lsa mana, ko'ryapsizlar. Suvni zo'rligini. Birinchisi bu yerga tushib turgan bo'lsa, ikkinchisi o tomonga mana shu vagonning oldiga tushyapti. Trubamiz pastga tushib ketdi уже. Mana. Damban ustidan уже pastga tushib ketdi. Hozir ikkinchi suv tushib turgan yerni ham ko'rsatamiz. Mana. Tirmiltiqda qo'yapti. Voy, ikkinchisi qayga tushyapti? Og'a! Ho'hoy! Leylaklarni qo'yaptilar. Ko'ldan leylaklar, lechinkalar urib ketmasligi uchun. Ikkinchisi qayga tushyapti? Ikkinchisi. O. İkincisi ha o yerga tushyapti ekan. Bu birinchi quloq, bu ikkinchi quloq. Ha. Akalar, mana tomondan aylanib kelganda ikkinchisi. Shu tomondan mana shu ko'lga suv tushyapti, xudo xolasa. O. Mana ikkinchisi. Suv tushyapti. Вообще четкий. 250 talik ikki joyga. Shu baliqlar ham lechinkalar. Va o'lib chiqdi-yu. Ular zo'r. Mana shu eng oxirgi nuqtasi. 1 kilometr 300 eng oxirgi nuqtasi. Qayda qolib ketdi-yu shu bag'an? O'sha yoqda qolib ketdi o'zi. Xullas, ko'rsatib qo'ydik. Rahmat hammaga.